Bugungi kunda eng qiziq savol. Logistikani eng katta xatosi. Logistikaning katta xatosi ko'proq yengib kirayotganligi tegishli bu narsa. Ingliz tilini bilmasdan yoki ingliz tilini to'liq o'rganmasdan bu sohaga kirish. Bor shunaqa kichkina kompaniyalar ingliz tilisiz qabul qiladi ishga. Lekin birinchi o'rinda ishchini o'zi qiynaladi. U ishchini orqasidan kompaniyaga, ishchini o'ziga muammo kelishi mumkin. Bor yo'g'i bitta eng katta xatosi tili. Shunaqa. Ingliz tilini, endi meni maslahatim ingliz tilini yaxshi o'rganib, хотя бы upper intermediate ga chiqib, keyin ish qidirsa, birinchidan ish topishi ham osonroq bo'ladi. Ingliz tili kuchli bo'lgani uchun. Keyinchalik bu sohaga kirgandan keyin o'sishi ham tezroq bo'ladi. Соответственно, oyligi ham tezroq oshadi.